Oyimga tavallud kuni Samarqanddan Urganchga yo'l olding yoshlikda, umid bilan qadam qo'yding o'sha shodlikda. Begona shahar va o'zga qonunlar o'tdi boshingdan qancha uyqusiz tunlar. 30 yoshingda to'satdan keldi og'ir dard, insult bo'lib yotding, sinov berdi ruhan gard. 2 oy yashading sen o'lim bilan yuzma-yuz, faqat bizni deb qaytding, bo'lmayin deb hazon kuz. 2-iyun bugun 66 yosh, tavsiya onajonim, nurafshon quyosh. Rahmat senga ona, bizni tashlab ketmading, og'ir damlarda ham aslo pastga tushmading. Sen kuchli ayolsan, qalbimiz g'ururi, sen borsan uyimizning fayzi va nuri. Allohim senga bersin uzoq shirin umr, borliging uchun senga aytamiz shukr. Bugun nabiralaringiz 5 qiz va 1 o'g'il. Sening mehring bilan yayrar butun bir ko'ngil. Qizingning 3 bolasi sening joningdir. Bu katta oila sening sharafingdir. Sabrlaringdan o'rgandik hayot darsini, asrab qolding uyning har bitta ustunini. Qizing seni juda ham yaxshi ko'radi, seni sog'ayishingni har kun so'radi. Sen yengib o'tgansan hamma qiyinchilikni, yana ko'rasan sen katta baxtu tinchlikni. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin onajon, sog' bo'lgin doimo aziz mehribon. 2-iyun bugun 66 yosh, tavsiya onajonim, nurafshon quyosh. Rahmat senga ona, bizni tashlab ketmading, og'ir